Bugungi videomiz to'liq gemorroyni davolashga qaratiladi. Gemorroy qanday davolanadi? Ko'pchilik shu savolni beradi. Qani ketdik. Gemorroyni asosan davolashning ikki xil yo'li bor. Birinchisi dorilar bilan davolash. Bu an'anaviy davolash hisoblanadi. Hammaga qiziq bo'lgan, hamma uchun arzon bo'lgan davolash. Ikkinchisi operatsiya albatta. Ya'ni dorilar bilan davolash 50 yillik samara beradi. Ya'ni tuzalib ketishingiz ham mumkin, tuzalib ketmasligingiz ham mumkin. Operatsiya esa butkul 100% tuzalib ketishingizni ta'minlaydi. Qani to'xtalamiz endi bitta-bitta. Xo'p, gemorroydning 4 ta darajasi bor. Uni oldingi videomda aytganman. 4 ta darajasi bor. Birinchi va ikkinchi daraja gemorroylar dorilar bilan davolasa bo'ladi. Ya'ni birinchi va ikkinchi stadiya deyiladi. O'sha birinchi, ikkinchi daraja gemorroyni dorilar bilan davolaymiz. Xo'p, birinchi stadiya qanaqa bo'ladi? Mana rasmda ko'rib turibsizlar. Gemorroy mana bu qismlaringda mana bu qizarib, mana muskul bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bo'lib chiqib turgan joy bor. Ikki tomonda qip-qizil shu qon talashday bo'lib turibdi, to'g'rimi? Mana shu joy bizda gemorroy hisoblanadi. Shu gemoradial venalarning kengayib ketishi. Mana shu joyda birinchi stadiya haqida, birinchi bosqich haqida gap ketyapti. Birinchi daraja haqida. Xo'p, qaranglar. Birinchi stadiyani qanday farqlab olamiz? Birinchi stadiya hech qachon tashqariga chiqib ketmaydi. Hech qachon tashqariga chiqib ketmaydi. Ikkinchi stadiya tashqariga chiqib ketib kirib turadi. Birinchisidan farqli ravishda. Mana qarang, qaranglar pastga qarab o'zi ketib boshlagan, tashqariga chiqishga harakat qilyapti ikkinchi stadiyada. Birinchi stadiyada esa tashqariga chiqishga harakat qilmayapti. Endi birinchi va ikkinchi stadiyalarda biz dorilar bilan davolasak bo'lar ekan, medikamentoz, o'sha mazlar, tabletkalar bilan davolasak bo'ladi. Keyin ko'rib chiqamiz uni. Xo'p, 3-4 daraja gemorroylar bor, bizda operatsiya qilinishi shart. Xo'p, 3-darajada mana ko'rib turibsizlar, juda ham pastga chiqib ketgan. Odamni juda bezovta qiladi bu. Bu 4-darajada ko'ryapsiz, voqea tashqariga chiqib ketgan. 4-darajada 3-darajaning qanaqa farqi bor deydigan bo'lsak, o'sha bemor bevosita gemorroyni ichkariga sovorsa kirib ketadi 3-darajada. 4-darajada ichkariga yo'naltiraman desa, qaytib kirmaydi. 3-4 darajalar o'sha gemorroydning ikkinchi shu oxirgi bosqichlari. Birinchi va ikkinchini mana yuqorida ko'rib chiqdik. Birinchi va ikkinchidan dorilar bilan davolasa bo'ladi. Juda ichkariroqda joylashgan. 1 bilan 2, 3 bilan 4 esa tashqariga chiqib ketgan. Buni operatsiya qilish kerak. Xo'p, dorilar bilan qanaqa davolaymiz? Juda odamlarni eng qiziqtiradigan joy bu dorilar bilan davolash. O'sha umuman gemorroyni davolash muammosi ko'pchilikni qiynaydi. Xo'p, sizlarga o'zimda retseptimni, shifokor sifatida retseptimni taklif etaman. Birinchi va ikkinchi stadiya bo'lsa agar, uni albatta shifokorga ko'rinishlarni maslahat beraman birinchi o'rinda. Agar biron bir joyda migrant bo'lsalaring yoki muhojir bo'lsalaring yoki boshqa bir davlatda bo'lsalaring, shifokorga ko'rinishga vaqtlaring yoki qanaqadir sharoitlaring bo'lmasa, mana shu usulni qo'llab ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, albatta vaqtinchalik. Flibadiya degan tabletka bo'ladi. 600 Flibadiya. Mana shu retsept o'rnida qabul qilasizlar, borib dorixonadan olsalaring bo'ladi. Flibadiya 600 tabletka bo'ladi. Buni 3 mahal bir tabletkadan 20 kun ichishlaring kerak. Ovqatdan keyin, ovqatdan oldin degan joy yo'q. Farqi yo'q bu narsani. Ovqat mahal ham ichib olsalaring bo'ladi. Har doimgi dorilar sifatida qabul qilsalaring bo'ladi. Ovqatdan 2 soat oldin, ovqatdan yarim soat oldin yoki ovqatdan 2 soat keyin, farqi yo'q. 3 mahal, kuniga 3 mahal ichasizlar bir tabletkadan 20 kun davomida. Keyingisi Relief Svecha yoki Praktazan Svecha. Qaysi dorixonalarda Relief bor, boshqalarda Praktazan bor. Xohishlaring. Relief yoki Praktazan, Svecha bu, Svecha orqaga qo'yiladi, bilasizlar. Bir Svechadan bir mahal kechasi yotish oldidan orqaga qo'yish uchun 10 kun. Kechasi yotish uchun biz kechasi uxlaymiz. Uxlagan paytimizda mana shu Relief o'sha joyga surilib gemorroyni tuzatishga yordam beradi. Bir svechadan bir mahal kechasi yotish oldidan orqaga qo'yish uchun 10 kun bo'ladi opshiy. 10 tagana svecha bo'ladi bittadan qo'ysak. Keyingisi Trambaas 75 ligi. Nima uchun Trambaas deydigan bo'lsak, Trambaas bilasizlar, bu qonni suyultirib turuvchi tabletka. Gemorroyda o'sha orqa chiqaruv teshigi atrofidagi gemoradial venalarda qon to'planish natijasida o'sha qon to'plangan joyda qon bir-biri bilan zichlashi, bir-biri bilan tromb hosil qilib, o'sha joyda tromb hosil bo'lishi mumkin yoki qonashlar yuzaga kelishi mumkin. O'shani oldini olish uchun qonni suyultirib turishga majburmiz.
Tromboas ichamiz, bir tabletkadan bir mahal bir oy ichib tursak, qon aylanishni tashlab turadi. 1 oy yoki 15 kun farqi yo'q. Ko'p Furasilin huquqni haqida tushuntiradigan bo'lsam, biron bir tog'orani olasizlar, tog'oraga bir 5 tadan 10 tagacha furasilin solasizlar, keyin xohishlarga qarab o'sha tog'oraga bir 10-15 daqiqa yoki uzog'i yarim soat o'sha iliq suvga tog'oraga o'sha furasilinni ezib solib, aralashtirib, eritma hosil qilasizlar. Furasilinli bu antibakterialni, ya'ni bilasizlar, orqa chiqaruv teshigidan bizda katta najosat chiqadi. Najosat chiqqan joyda bir ifloslanish bo'ladi. Yaxshilab yuvib, tozalab, keyin furasilin o'sha huqna deganda biz klizma haqida gap ketmayapti. O'sha joyga o'tirasizlar prosta. Ya'ni o'sha tog'oracha yoki biron bir idish bo'lsa, mana o'sha orqalaring bilan o'tirasizlar, o'sha joyda mikroblarni bir 20-30 daqiqada tozalaydi. O'tirib tursalaring. Kamida 10-15 daqiqa o'tirishlaring kerak. Orqani har kuni bir mahal yetadi. Har kuni bir mahal yoki qo'llaringiz kelsa 2 mahal. Bu orqadagi tashqi mikroblarni, ya'ni o'sha gemoroy bo'lgan sohani atrofidagi tashqi mikroblardan himoya qiladi. Keyingisi Pickalax tomchi, qachonki qabziyat bo'lmasa kerak emas. Qabziyat nima? Ich qotishi, zapor. Mana shu ich qotish bo'lmasa, ya'ni qabziyat bo'lmasa kerak emas bu 5-dagi. Pickalax, agar qabziyat bo'lib ichlaring qotgan bo'lsa, bilasizlar, gemoroyda ich qotish mumkin emas. Qabziyat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun Pickalaxni o'sha bevosita ichlaring qotib yoki ichlaring kelmay turgan bo'lsa, Pickalaxni ichasizlar. Qanday ichishni hozir aytaman. Xo'p, 1 stakan suv olasizlar, 1 stakan yoki 1 piyola, farqi yo'q. 7 tadan 10 tomchigacha tomizasizlar. O'zi tomchi, ko'z tomchiga o'xshagan tomchi bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xohlasalar 10 ta. 7 va 10 oralig'ida tomizasizlar, ichasizlar. Sizlarda yaqin 1-2 soat ichida ishlaring keladi. Keyin to'xtatasizlar. Ich kelishi bilan to'xtatiladi. Bu haftalab, kunlab ichiladigan narsa emas. Ich keldimi, Pickalax ich to'xtatiladi. Tomchi, ya'ni suvga qo'shib ichiladigan tomchi. Ich qotsa yana ichiladi. Ich qotmasligi uchun biz ko'p suyuqlik ichib yurishimiz kerak. Ya'ni ichakda ko'proq suyuqlik bo'lsa, ya'ni bilasizlar, rastvorga qancha ko'p suv qo'shsak, ya'ni eritmaga qancha suv qo'shsak, rastvorga qurilishda rastvor deymiz-ku, qancha suv qo'shsak, shuncha suyuqlashadi. Xuddi shunday ichaklarimizni qancha suvga to'ldiradigan bo'lsak, biz ko'proq suyuqlik ichadigan bo'lsak, ich qotish bizni bezovta qilmaydi. Xuddi shunday ko'p suyuqlik ichamiz. Bu dorilar bilan davolash, skrinshot qilib olinglar. Mana shu dori vositalar orqali sizlar vaqtincha davolab turishlaring mumkin. 1-2 stadiya bo'lsa, xudo xohlasa tuzalib ketishlaring ham mumkin. 3-4 stadiya bo'larkan bo'lsa, endi to'xtalamiz. Xo'p, operatsiya turlari. 3 va 4-turda operatsiya qanaqa turlar bo'ladi? Xo'p, operatsiyaning 2 xil turi bor. Klassik turi va zamonaviy turi. Xo'p, klassik turi haqida gaplashadigan bo'lsak, klassik turi degani bu gemoroy o'sha zamonamizda birinchi qilingan operatsiyadan hozirgi operatsiyagacha turi klassik turi deyiladi. Ya'ni o'sha tig' bilan o'sha joyni kesib, umumiy narkoz berib, narkoz ostida o'sha nima deydi? Vertebral narkoz, ya'ni shu beldan qilinadigan narkoz yoki umumiy narkoz qilinib, klassik usulda o'sha gemoroy olib tashlab, tikilib chiqiladi. Bu azob bu. Bu azob. Bu gemoroyda operatsiya qildirgan odam kamida 1 oy yana azobini chekadi. Bu klassik usul. Kesib tashlab, tikib o'sha joyda. Xo'p, ikkinchi zamonaviy usul esa bu hech qanaqa og'riqsiz 10-15 daqiqa tugab ketadigan usul. Qanaqa usullar bor zamonaviy usulda deydigan bo'lsak, lazer usuli bor. Lazer usuli asosan o'sha ma'lum bir gemoroy bo'lib turgan joyni odam lazer bo'lgan paytda qanaqadir bir o'sha gemoroy ichiga o'zini asbobi bilan kirib, o'sha gemoradial kengayib ketgan venalarning ichini bir-biriga yopishtirib, kuydirib yopishtirib chiqib ketadi. Bemor sezmaydi ham. Bemor 10-15 daqiqada joydan turib ish faoliyatiga qaytishi mumkin. Sizlarga maslahat beraman, gemoroyni butkul tuzatmoqchi bo'lsalaring,
gemoroyni G harfini ham qaytib eshitmayin, qaytib mana shu narsa meni bezovta qilmasin desalaring, mana shu operatsiyani sizlarga maslahat beraman. Zamonaviy turdagi operatsiya turlarimiz bu katta shaharlarda mavjud. Klassik esa menimcha har bir o'sha har bir tumanning katta shifoxonalarida bor klassik usullar. Lekin zamonaviy usullar bu byudjet tomonlama juda katta xarajat talab etganligi uchun faqatgina shahar joylarda ko'pincha xususiy klinikalarda mavjud. Shuning uchun avvalo aniqlab olinglar, sizlarda dori bilan davolanadimi yoki operatsiya bilan davolanadimi? Shuni farqiga borib olganingdan keyin o'sha balki dori bilan tuzalib ketasizlar. Agar sizlarda asosiy sizlarni qiynaydigan, dori ham tuzatib bo'lmaydigan turi bo'ladigan bo'lsa, shuni kelasizlar, operatsiya qildirasizlar, qutulasizlar. Klassik usulda operatsiya qildirsalaring, ya'ni uni narkoz olib, kesib, bir gemoroy uchun narkoz olib, hushsiz holatda klassik usuldan keyin yana 1 oy davomida tiklanish kerak. O'sha joyda infeksiya tushadi, o'sha joyda tozalab turishlaring kerak, o'sha joyda nima deydi, pereks bilan obrobotka qilib turishlaring kerak yoki betadin bilan obrobotka qilib turishlaring kerak. Bunaqa narsa kerak emas. Endi zamonaviy usullar to'g'ri biroz qimmatroq, tan olish kerak, lekin sog'liq har qanday narsadan ustun. O'zlariga qulay. Shuning uchun mana bugungi videomiz to'liq gemoroyni davolashga qaratilgan edi. Davolash to'g'risida gapirib berdik. Hech qanaqa narsani gapirmadim. Birinchi stadiya, ikkinchi stadiya dorilar bilan, uchinchi, to'rtinchi stadiya operatsiya bilan. Do'stlar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ham qiziqarli videolar qilishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'linglar. Gemoroy bilan kasallangan yoki gemoroy kasalligini davolashga qiynalib yurgan tanishlaring, birodarlaring, do'stlaring bo'lsa, ushbu videoni yuborib qo'yinglar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan YouTube'dagi boshqacha videolar oladigan boshqacha doktorlaring.